qarsak chalgan qo'linglar dard ko'rmasin. Konsert bu to'y. To'y deb bo'lsin. Dilnozaxonga bitta konsert chalqayasizlar. Xo'sh, kelib boshimizni qarasam, muxlislari juda ham ko'p. To'yga chaqiring desa, to'yxonaga sig'dira olmaymiz kuyov bilan. Nima dedingiz? Rosa harakat qildingiz. Bugun esa muxlislar uchun Dilnozaxon alohida maxsus salom qiladilar azizlar. Shu desanglar kelin salom qilganida sovg'a salomlar bo'lsa, ko'rmanalar bo'lsa, olib chiqaverasizlar. Nobodo ko'rmana uyda qolib ketgan bo'lsa, xijolat bo'lmanglar. Mana kechagina yurtimizda 200 mingtaliklar chiqqan, bexijolat olib kelaverasizlar. So'm, dollar, yevro qabul qilamiz. Nobodo bu jonlarimizni pensiyalari kartochkaga tushgan bo'lsa, bizda terminal bor. Bexijolat kelaverasizlar, faqat adres adashmay kelaverasizlar. Lokatsiya men turgan joyda. Salomat bo'linglar. Xo'sh, kayfiyat zo'r bo'lsa, Dilnozaxon tayyor bo'lsalar, bismillahirrohmanirrohim. Salomlarimizni boshlaymiz. Qaniki? Yashang! Voy o'zingizga, voy dugonlar chöplar. Voy chiqalarimiz, kimchi chiqalarimiz orasida. Voy yashang! Boshladik. Aşkı piyaz taşladık. Hadi saniye gelin Dilnozaxon yaşa. Salomimiz boshladik. Kutilmaganlar. Voy bu qizlar rosa tushungan ekan, voy. Voy qoyili. Voy yashang, bunaqasi bo'lmagan. To'y bo'lib ketdi-yu hamma yoq. Chiqqanlarimiz yaxshilab salom qilamiz. Qani ketdik, ey yashang. Diyona jonlar. Chiqqanlar o'zi bo'lgili yashang. Yaqarim ko'zlar. Hey, davralarni gullatgan, yallasiga o'ynatgan. Qabul aylang qo'rgarmani. Sizga salom yorgan. Xorazmchasiga, Shahloxonim. Yashang. Hop. Neojidina bo'ldi qizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rdinglarmi muxlislar? Shunda ham Shahloxonga qistirib ketishdi. Shahloxon bo'g'ilib o'lmasin deb kislorod berishdi. Mana Bobirjon, yarimiz sizga kakras tug'ilgan kuningiz o'tganiga 3 oy bo'ldi. Salomat bo'linglar, o'zim o'rgili. Davramizda Dilnozaxonni yosh ulug' insonlar, ya'ni muxlislari bor. Hoji onalarimiz o'tirishdi, ko'zim tushdi. Dodajonlarimiz o'tirishdi, ko'zim tushdi. Shular uchun salom qilamiz. Jon namozi qo'lida, Makkatillo yo'lida. Qabul qiling doda ujonlari, sizga salom yorgan. Qabul aylasin doda ujonlar, sizga salom yorgan. Yashang, gap yo'q qizlarimizga. Va eng ashaddiy muxlislar qayerda o'tiradi, bilasizlarmi? Ko'rinmasa ham kesak bo'ldi degan. Ana tepadan ovoz kelyapti. Balkondagi muxlislarga. Pastda joy bo'shasa, tushib olasizlar. Muxlislar, o'ng yuzlarida hollari bor. Sizlarida bollari bor. Sadoqatli, mehribon muxlislarga bir salom. Albatta muxlislarsiz biz ijod qila olmaymiz. Kelgan barcha muxlislarimizga, sadoqatli, mehribon, go'zal va latofatli opa-singillarimizga, hurmatli aka-ukalarimizga to'ylar, konsertlar, yaxshi kunlar va kelinimizning salomlari muborak bo'lsin. Va eng asosiy salom bugungi konsertimizning tashkilotchilari, haligi sponsorlari deydi-yu, Feruzjon akamizga ham qarshi chay qo'yamiz. Hey, to'rga gilam tashlab
tabarruk. Xudoga shukr, adresda adashmay keldi. Bolaga ber, orqasidan o'zi yugurib bo'lmadi. Yaxshi Xudo xolasa, pulni bilmadi, qiymatini bilganida bermasdi. Xo'sh, va eng asosiy salomlardan biri bugungi konsertimizning rejissyori. Hammamiz Davrik taxallusi bilan taniymiz. Davronjon akamizga qarshi bo'lsin. Salom yor yor, kelin salom yor yor. Qabul qiling Davronjon, sizga salom yor yor. Ijodkorlar, raqqosalar, muzikantlar, hammaga. Ilohim Dilnozaxon turmush o'rtoqlari bilan baxtli bo'lsinlar. Onajonlari baxtlariga hamisha sog'-salomat bo'lsinlar. Doda buvijonimiz Dilnozaxonni atrofida qurshab turgan qavmu qarindoshlar, dugonalar, ulfatlar, hamkasbdoshlar, qo'ni-qo'shni jonlarimizga mana shunday chiroyli yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Dilnozaxon, xursandmisiz? Baxtlimisiz? Bo'ynimdagi marjonim